mana shunaqa ish qilayotganligini, bunga taklif qilayotganini, namyoq qilayotganligini aytmaydi. Sizni sevgim deyotganingiz bu dugonamni qarang, na hid bor, na vid bor, na did bor. Nimasini yaxshi ko'rasiz buni deydi. Qilayotgan ishini tashlab, nimadir bo'ldi deb bittasi ketmonini olgan, bittasi lapatga, bittasi teshak, xaskashlarni ko'tarib, deb sevgi, muhabbat ayol makri haqida oxirigacha eshitadigan joyi, bola qiz bilan bir-birini qattiq yaxshi ko'rishadi. Qiz bolani yaxshi ko'radi, bola qizni yaxshi ko'radi. Bu yerda nima muammo bo'lyapti deysizmi? Qizni dugonasi ham aksiga olib shu bolani yaxshi ko'radigan bo'ladi. Qizi dugonasi ochuv bolaga uni yaxshi ko'rishini etib keladigan bo'ladi. Bola ham endi dugonasi bilan bo'la sovchilik tushmasin, qo'y deb o'zini yaxshi ko'radigan sevgilisiga dugonasi mana shunaqa ish qilayotganligini, bunga taklif qilayotganini, namyoq qilayotganligini aytmaydi. Bola bilan qizni uchrashadigan joyi, ko'rishadigan pitaki qudug'ini oldi bo'ladi. Quduq endi nimaligini bilmaganlar bo'lsa, oldingi paytlarda yeri qazilgan, chuqur bo'lgan, uni ichida suv bo'lgan, suvga bundoq chelak tashab turib, tortib olib suv olinadigan joy. Hozir bilmayman, bormi, yo'qmi, balki bordir qatlardadir, shunaqa suv chiqazadigan joy, quduq. Va chelakni tashiysiz, tortib olasiz. Xullas, shunaqa joyda uchrashadigan joyligi bo'lgan. O'sha yerda sevishganlar bir-biri bilan ko'rishib, aylanib, sudim, bog'larni kezib, teraklarning atrofini aylanib, o'zligi soy bo'yliga borib, sevgi, muhabbat qilib yuriladigan joyi. Bu sevgilisini dugonasi bolaga ochuv etib keladi. Palonchaka, nima qilasiz bu dugonamni? Endi meni yaxshi, men bilan bo'ling, menga uylaning, buni boshingizga urasizmi? Yo'q deydi, men dugonangni yaxshi ko'raman, sen aralashurmagin hadeb. Palonchaka, bu dugonamni nimasiga ish qilyapsiz bo'lgansiz? Meni qarang, chiroyliman, qaddi qomatlarim kelishgan, bo'ylarim baland, qarang, husnimni. Bu sizni sevgim deyotganingiz bu dugonamni qarang, na hid bor, na vid bor, na did bor. Nimasini yaxshi ko'rasiz buni deydi. Yo'q deydi, xullas meni boshimni qotirmagin deydi. Meni sevgim bir boshqacha dugonangga, bizani sevgimiz boshqacha, hamma bilib qo'ysin, sen ham bilgin deydi. Aralashmagin deydi. Bu qiz aytadi, men senga bir dars bermasam bo'lmaydi. Baribir meniki bo'lasan deydi-da ichida. Oradan vaqt o'tadi, baribir bu dugonasi bu yigitni tinch qo'ymaydi, meniki bo'ladi deydi. Dugonasiga ham bir ikki yomonlab ko'radi. Dugonasi ham aytadi, nima deyapsan? Men palonchakamni yaxshi ko'raman. Sen dugonasiga ham aytadi, nima qilasan? Boshingga urasanmi? Buni tudim. Ikkalasini o'rtasiga sovchilik tushirmoqchi bo'lib gapiryapti-da. Bu baribir yigit o'zini sevgilisiga sovchisini yuboradi. Nonni sindirishadi, fotiha bo'ladi. Non sindirib qo'yishgan, endi hali to'y kuni, palon kuni, bir oydan keyin deylik, belgilangan. U gapni eshitgan dugonasi yig'lab, ko'zida yosh bilan, va baribir meni sevgim shuncha yillik, men sevib yurardim, men o'zimni qilmoqchi edim, tudim, bilasizlar, mana shunaqa narsa. Xullas, meniki bo'lmayapti deb shu palonchakasini oldiga boradi yana. Borib turib, palonchaka, sizda oxirgi aytadigan gapim bor. O'sha siz sevgilingiz bilan ko'rishadigan quduqingizni oldiga keling. deydi. Men uylanadigan odamman. To'yim kuni ma'lum bo'ldi. Yana nima xohlayapsan mendan? Men sizni shunchalik sevib yurganim, hurmati. Men qiz bola boshim bilan aytibman, duxim yetib. Siz o'g'il bola boshingiz bilan duxingiz yetib kela olmaysizmi shu joyga? deydi. Keyin u palonchakasi ham aytadi, bo'pti deydi. Mayli, oxirgi marta o'sha yerda gaplashib olamiz, sen bilan hamma narsani hal qilamiz. O'zi oramizda hech narsa yo'q. O'zi mayli nimani gaplashmoqchisan deb xullas boradi bola. Borsa, hali qiz quduqni oldida endi bu kelguncha
Chele-peleda suv pulani olib, hech narsa bilmaganda endi boshqa. Endi bu yoqda tepalarda endi deylik odamlar hammasi o'zini ishini qilyotibdi. Kimdir yer chopyapti, kimdir o'tin yoryapti, kimdir mol boqyapti, kimdir sigir sog'yapti, bittasi eshigini itarib yotibdi. Qaysarroq bo'lsa yur deb. Hamma o'zini ishi bilan ovora. Bu ham keladi. Nima deysan? Nima gaping bor deydi bola. Bola aytsa, qiz aytadi. Xullas sevgisini izhor qilib, shu men sizga shuncha yaxshi ko'rganman, to'dim, shuncha harakat qilib keldim. Men sizga yaxshi farzandlar tug'ib berardim, billa bo'lganimizda, menga uylanganimizda u bo'la deydi. Endi bu bola ham aytadi, "Men qara" deydi, "boshimni qotirmagin" deydi, "Menga gapirayotgan gapingni qara." Endi bu qiz aytadi, "Men sizni shunchalik yaxshi ko'rganimdan sizlarni o'rtangizga baribir zarar yetishini xohlamadim. Agar zarar bera olish xohlaganimda haqiqiy sizni shunchalik sevmaganimda men o'zim bilardim" deydi-da qiz. Qiz aytsa, bola bundoq qaraydi, "Men qarasan, bir qiz bola bo'lsang, bir ayol kishi bo'lsang, bir zaifi bo'lsang, seni qo'lingdan nima keladi o'zi?" desa, qizni jahli chiqib ketib qoladi endi. Bir chelak suvni olib, shartani bolaga sepib yuboradi, keyin bola tushunmayapti nima bo'layotganini, haligini o'ziga suvni, qolgan chelak suvni o'ziga quyadi. Bolani ham hamma yo'q ho'l, qizni hamma yo'g'i ho'l. Qiz ham qarab turib, "Odamlar, yordam beringlar! Yordam beringlar, qutqaringlar" deb baqirsa, bola, "Jim, nima deyapsan endi?" Endi odamlar ham qilayotgan ishini tashlab, nimadir bo'ldi deb bittasi ketmonini olgan, bittasi lapatga, bittasi teshak, xaskashlarni ko'tarib, deb "Nima bo'lyapti?" deb "Yordam beringlar, qutqaringlar" dedim. Endi bu orada bo'layotgan gap. Qiz aytadi, "Hozir" deydi, "odamlarga aytamanki, mashi bola meni shu yerda zo'rlamoqchi bo'ldi, suv olmoqchi edim. Mana shuncha odam oldida seni sharmanda qilaman. To'yingni ham atmen bo'ladi. Endi ko'rasan mendan" deydi. Endi bola shokka tushib qoladi. Endi odamlar ishonadi, ya'ni ketmonlarni ko'tarib kelyapti. Qizimda turib olib titrab, aktrisalik qilib, u qilmoqchi edi desa, odamlar ham ishonib qoladi. Keyin "Yo'q" deydi, "Bunaqa narsa qilmagin. Iltimos, men senga agar noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, seni bilmasdan xafa qilib qo'ygan bo'lsam, kechirgin." Endi bu orada bo'layotgan gap. Bu yoqda odamlar kelyapti, tasavvur qilinglar. Endi sen ham tushungin, bitta odamni sevish qanaqa darajada bo'lishini sen yaxshi bilasan. Mana meni sevib shuncha shu ishlarni qilyapsan. Endi meni odamlarning oldida sharmanda qilmoqchisan hozir. Sen meni qanaqa sevganda, men ham seni dugonangni shunchalik sevaman. Sen bizani ham o'zingni baxtingni, ham bizani baxtimizni qaro qilmagin deb bola tushuntirganda, qiz o'ylab qoladi-da. Hamma yugurib kelgan, "Nima bo'ldi?" deb bolani ushlab olib, bechorani boshiga ketmon bilan, ali teshaklar bilan olib urmoqchi bo'lib turgan payt, "To'xtanglar" deydi qiz. Odamlar to'xtab qolgan, "Nima bo'pti? Nima bo'ldi? Nima yordam?" Qiz aytadi, "Men bu quduqdan suv olmoqchi edim, tushib ketib qoldim. Yordam beringlar" deb baqirsam, yaxshi bular kelib qoldilar, meni shartda quduqga tashlab qutqarib chiqdilar. Odamlar ham keyin, shunaqami deb mendan naqib qo'ygan odamlar bo'ladi-yu shunaqa. "Unaqa qilmalaring, men yomon narsa o'ylanmay, bo'ldi. Shunaqa bo'ldi, men malades" deb haligilar, "Bu kuyov bola-yu, yaqindan to'ying bo'ladigan, malades, mayli, bitta zaifani qutqaribsan. Yaxshi" deb odamlar ham tarqab ketadi. Bir ikkitasi jentelmenlik qilib qizni ustiga kiyimlarini tashlab, "Sovqotib qolmang, so'yib qolmang. Bu mayli, tinch bo'linglar. Nima bo'layotgan ekan? Uylaringga borlaring." Odamlar tarqab ketgan. Qiz aytadi, "Ko'rdingizmi?" deydi. "Bitta gap bilan sizni hozir to'yingizni ham atmay qo'yib yuborishim mumkin edi. Hayotingizni ham barbod qilishim mumkin edi. Sizga bo'lgan sevgimni haqqi
Siz ham shunchalik meni dugonam yaxshi ko'rar ekansiz. Baxtli bo'linglar debdi. Bu voqeani prosta eshitganimda meni xayolimga kelgan narsa ayolning makri. Endi bu oldingi bir paytlarda bo'lgan voqea bo'lgan bo'lsa, u paytda kamera bu narsa yo'q. Iloyim quruq tuhmatdan, bevaqt o'limdan, yomonlarning yomonligidan, zulmkorlarning zulmidan, nokas pastkash do'stdan, hammaniki balo qazo ofatlardan Xudoning o'zi sizu bizni hammamizni o'zi o'z panohida asrasin. Ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, shu joygacha eshitgan bo'lsanglar, agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar.